Tungi linzalar zararlimi? Yo'q, to'g'ri parvarish hamda malakali shifokor nazorati bo'lsa, tungi ortokeratologik linzalar mutlaqo xavfsiz hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tungi ortokeratologik linzalarda infeksiya xavfi kunduzgi kontakt linzalarnikiga nisbatan ancha past hisoblanadi. Tungi linzalar bolalarga taqiqlanganmi? Aksincha, tungi linzalar aynan bolalar va o'smirlarda ancha samarali hisoblanadi. Chunki bu linzalarni kechqurun taqqanda kun davomida ochki va linzalarsiz bolalar yurishi mumkin bo'ladi. Qolaversa, miopiyani o'sishi aynan bolalik va o'smirlik davrida intensiv hisoblanadi. Aynan shu davrda biz miopiya o'sishini nazorat qilishimiz kerak bo'ladi tungi linzalar bilan. Tungi linzalarni har kun taqish kerakmi? Albatta, tungi linzalarni har kechada taqish tavsiya qilinadi. Lekin bu tungi linzalardan uzoq foydalangan bemorlarda agar ma'lum bir sabablarga ko'ra bir kecha taqish esdan chiqib qolsa yoki taqish imkoniyati bo'lmasa, tungi linzalar effekti ertasi kuniga ham bemalol yetadigan bo'ladi. Tungi linzalar qimmat, narxiga arziydimi? Ha, tungi ortokeratologik linzalarning boshlang'ich narxi oddiy linzalarnikiga nisbatan yuqoriroq. Lekin bu linzalarning samarasi, miopiyani o'sishini sekinlashtirish effekti, asoratlarni oldini olishi, xavfsizligi hamda kun davomida bemorlarni ochkilar va linzalarsiz yurishi mumkinligini va bu linzalarning yaroqlilik muddati 1 yil ekanligini hisobga olsak, bu u qadar qimmat emas. Bemorlarimiz shundoq ham ochkilar va oddiy kontakt linzalarga 1 yil davomida tungi linzalarning xarajatini qilib qo'yishadi. Ortokeratologik tungi linzalar miopiya o'sishini sekinlashtirish hamda hech qanday lazer amaliyotisiz ochkilar va linzalardan kun davomida qutulish imkoniyatidir.